inson organizmida ham kanalizatsiya tizimi mavjudligini biladimi deysiz? Limfa tizimi bu inson organizmidagi kanalizatsiya tizimiga o'xshataman. Kun davomida 24 soat ichida 1,5 litrga yaqin limfa bezlaridan limfa suyuqligi ishlab chiqariladi. Qon aylanish sistemasi yurakdan boshlanib, butun tanani pastki qismiga qarab qon tomirlar bo'lib, tananing uchi qismlarida tugaydigan bo'lsa, limfa tizimi esa tanani pastki qismlaridan boshlanib, yuqoriga qarab ko'tariladi, yurakka borib tugaydi. Kun davomida biz moddalar almashuvi natijasida hosil bo'lgan kir suvlarimiz limfa tomirlari orqali jigar hamda buyrakka borib zararsizlantirilib, CD bilan chiqarib yuboriladi. Agarda limfa aylanishi buziladigan bo'lsa, organizmda ortiqcha kir suvlar saqlanib qoladi, organizm o'zini o'zi zaharlashga boshlaydi. Shuning uchun Enter shifo klinikasida limfa tizimini tozalaydigan, kanalizatsiya turbalarini tozalab beradigan limfa drenaj degan muolajamiz bor. Bu orqali ortiqcha suyuqliklardan qutulishimiz mumkin. Siz agar bu videoni foydali deb topsangiz, yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying.